Yaqında ma'lum bir kasbda shunchalik natija qozongan, ham iqtisod jihatdami, boylik jihatdami shunchalik to'yingan, hatto o'zining o'tirayotgan dachisi Jowchenwana ma'lum bir cho'ng shaharda shunchalik qimmatli dachada o'tiradigan bir kasbda shunchalik futun qozongan ma'lum bir ayol uyda yakka yegana tugab ketib 20 kungacha hech kim uni bilmagan mushkul holatda bu alemden hoşlaşıptı. Hem de bu vaka benim bek oylandırdı. Bir adam 20 gün yo'qolib ketsa, 20 kungacha hech kim izlamaydigan, hatto unimiz seg'inmaydigan mushundaq holatda mush dunyoda yashab qolsak, shu topgan narslarimizning, shu natija qozongan kasbimizning, shu topgan pullarimizning ahamiyati nima? Asli bu dunyodagi haqiqiy boylik bir-birimizni izlab turishimiz, bir-birimizni seg'inishimiz. Anki voy sen yo'qolib ketding-ku, nalarda yuribsan, jib seni ko'rgim ketdi deb turib izlaydigan odamimiz bizning jo'chamanlik dachimizdan, ham jamiyatda topgan shunchalik o'rnimizdan qadr-qimmatlikchu. Bizning shu bilimni, shu kasbni, shu ilmni o'rganib, shu pulni tepishimizmi? Yana shundaq bir do'stlarimiz, o'zimizning shundaq sevgan odamlarimiz uchun birlikda qo'shan qilish uchun, ham ashlar bilan birlikda xo'shal-xo'ram yashash uchun ishlasak, bizning topgan pulimiz yoki bizning kasbda natija qozongan bu narsalarımızın ahamiyati bo'ldi. Ama biz jo'chamanlik dachada o'tirib, hatto o'zimiz o'lib ketsak 20 kungacha bir odam izlab boqmagan, hatto telefonimiz bir haqiqatim sayramagan holatga tushib qolsak, shu qozongan natijamizning ahamiyati zodi nima?